biz trigonometriyada sinus alfa, sinus 60 minus alfa, sinus 60 minus alfa, 1/4 sinus 3 alfa qisqartirilgan formasini o'rganamiz. Lekin mana shu hol isbotini ko'rib o'tamiz. Sinus alfa ko'paytirilgan sinus alfa ko'paytirilgan sinus beta. Alfalar burchaklar har xil bo'lgani uchun formasini ko'ramiz. Buning uchun biz sinus alfa ko'paytirilgan sinus beta formasini ham isbotlashimiz kerak. Sinus alfa ko'paygan sinus beta nimaga teng? Buning uchun men kosinus alfa plus beta formasini ko'ritaman. Kosinus alfa plus beta degani birinchi yuziga yozadigan bo'lsam kosinus alfa kosinus beta plus sinus alfa sinus beta. Endi yig'ilisi kosinus alfa plus beta nimaga teng? Kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus betaga teng. Sinus alfa sinus beta va ikkalasini sistema qilaman va ikkalasini ayirib yuboraman. Ayirib yuboradigan bo'lsam nima holat yuz beradi? Kosinus alfa minus beta minus kosinus alfa plus beta. Xo'sh, endi sinus alfa sinus beta tepada sinus alfa sinus beta o'zi minus mana ikkita yig'inda bo'ladi va ikkita bo'ladi. Sinus alfa mana sinus beta. Sinus alfa ko'paytirilgan sinus beta topadigan bo'lsam 2 ga bo'lib beraman. 1/2 kosinus alfa minus beta va minus kosinus alfa minus beta. Formasi isbotlanadi. Endi berib qo'yadigan bo'lsak 1/2 ko'paytirilgan kosinus alfa minus beta qilganimizda 60 minus alfa minus 60 minus alfa bo'ladi. Minus kosinus hop yig'inni qilganimizda esa 60 minus alfa plus 60 plus alfa bo'ladi. Teng. Hop katta qilsam olamiz. Teng. Sinus alfa ko'paytirilgan 1/2. Hop hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda nima 60 dan qisqarib ketadi. Kosinus minus 2 alfa bo'ladi. Kosinus juft funksiya bo'lgani uchun minus oldinga chiqmaydi. Va kosinus 2 alfa saqlanib qoladi. Minus kosinus qisqarib ketadi. Kosinus joyida turadi. Alfalar qisqarib ketib, kosinus 120 gradus bo'lib qoladi. Kosinus 120 gradus 1/2 ga teng. 1/2 o'zi turaveradi. Xo'p, keyin 1/2 hosil bo'lgandan keyin ishorasini manfiy qo'shishimiz kerak. Kosinus 120 gradus ikkinchi holatda manfiy ishorasi ham o'zgaradi. Hop, endi qavs ochamiz. Hop, sinus 1/2 sinus alfa kosinus 2 alfa plus 1/2 sinus alfa 1/2 ko'taramiz. 1/4 sinus alfa hosil bo'ladi. Xo'p, endi biz sinus alfa ko'paygan kosinus beta bo'lib qoldi. Biz uni ham formasini ko'rib o'tamiz. Sinus alfa ko'paygan kosinus beta. Mana bu forma isbotlandi. Mana masalan A forma deydigan bo'lsak, bizga B forma ham yordam berishi kerak. Ya'ni mana forma isbotlandi. Sinus alfa kosinus beta. Sinus alfa ko'paytirilgan kosinus beta. Mana shu formani ham isbotlashimiz kerak. Hop, buning uchun sinus alfa plus beta nima demak? Sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Endi ayirmasi sinus alfa minus beta. Sinus alfa kosinus beta minus kosinus alfa sinus beta. Hop, bizga nima kerak? Sinus alfa kosinus beta kerak. Sinus alfa kosinus beta bo'lishi biz bu ikkalasini ayirib qo'shib yuborsak, mana shular yo'q bo'lib ketadi. Agar menga kosinus alfa sinus beta kerak bo'lganda ayirib yuborasiz. Menga hozir mana bu kerak bo'lmasa ikkalasini qo'shib yuboramiz. Qo'shadigan bo'lsak nima yuz beradi? Sinus alfa plus beta plus sinus alfa minus beta teng qo'shganimizda ikkita bo'lib qoladi. Ikkita sinus alfa va kosinus beta. Men mana shuni sinus alfa kosinus beta topadigan bo'lsam, 2 yoqqa bo'lishib o'tadi. 1/2. Hop, katta qavs yozamiz. Sinus alfa plus beta plus sinus alfa minus beta. Bu qavs hech qanaqa bir butun qism yo boshqa narsa emas, shunchaki mana qavsni ajratirish uchun to'rtburchak qavs qo'yilgan. Va bu formula ham isbotlanadi. Endi buni joyiga olib qo'yamiz. 1/2 ko'paytirilgan sinus alfani joyida alfa, betani joyida esa 2 alfa keladi. Joyiga qo'yamiz. 1/2. Mana bu 1/2 o'zimizda bor. Bu formuladagi 1/2. Katta qavs qo'yilgan.
xo'sh, sinus alfa kosinus 2 alfa. Bu nima degani? Sinus hop, alfa plus 2 alfa bo'lib qoladi. Alfa plus 2 alfa 3 alfaga teng. Hop, o'rta plus. Yana sinus alfa minus beta. Alfa minus beta degani hop, alfa minus 2 alfa bo'lib qoladi. Mana bu yerda alohida yozaylik. Alfa plus 2 alfa. Bu esa alfa minus 2 alfa. Plus 1/4 sinus alfa teng. 1/2 ko'paytiradigan bo'lsa 1/4 sinus 3 alfa. Hop, sinus alfadan 2 alfani ayiradigan bo'lsa sinus minus alfa bo'lib qoladi. Sinus minus alfa, sinus oq funksiya bo'lgani uchun minus oldinga chiqadi. Minus sinus alfa bo'ladi. Plus 1/4 sinus alfa. Teng. Endi qavsov chiqamiz. 1/4 sinus 3 alfa minus 1/4 sinus alfa plus 1/4 sinus alfa joyida turadi. Endi mana bir qarama-qarshi bir xil qiymatli ifodalar qisqarib ketadi. Natijada 1/4 sinus 3 alfa degan ifodaga chiqadi. Ya'ni bu ifodamiz bunga tengligidan formulamiz ham hisoblanadi.